Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Men butik reklamasiga kelganman. Umuman istoriyalar qo'yishga vaqtim bo'lmadi. Hozir shu yerdaman, ro'mollarni kutyapmiz. Ro'mollar kelsa, ko'pchilik voy ha deb reklama qo'yaverasiz, jonga tegib ketdi. O'tolar, men televideniyadan ketganman, sahnalardan ketganman, kino, serial, klip hamma narsadan ketganman. Davlat ishida ishlamayman, teatrlardan ketganman. Mani tirikchiligim, ishim shu internet. O'zimning profilim Instagram. Qo'yayotgan reklamalarim ko'pchilikka foydali. Sizga foyda, bugun qo'ygan reklamam bugun sizga foyda bo'lmasa, ertaga sizga foydali narsa chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun agar yoqmasa sizlarga bu narsa jonimizga tegib ketdi, reklama deyotgan bo'lsanglar, iltimos meni kuzatmanglar. Meni kuzatadiganlar yetadi, meni yaxshi ko'radiganlar ham ko'p, alhamdulillah. Shu odamlarga qo'yaveraman.